Endi bu videoni sal ovozni yiriklashtirib, emotsiyalar bilan aytishga, gapirishga urinib ko'ramiz. Hech kim yo'q, men shunaqa zonalarda yaxshi ko'raman. Hech kim yo'q zonalarda. Ozgina shamol, mana tabiatni his qilasiz. Sokinlikni his qilasiz. Hech kim yo'qligini his qilasiz, yolg'izligingizni his qilasizda. Miyangiz bo'sh, xotirjam va qalbingizdagi gaplarni o'zingizga aytasiz. Va uni yozib videoga yana eshitib ko'rasiz. Mazzami? Menga yoqadi. Menga yoqadi. Xo'sh, nimani aytib beraman? Bitta narsani aytib beraman. O'zimga aytib beraman va meni qachondir eshitib shu videoni ko'rmoqchi bo'lgan, ko'rgan, eshitayotgan odamga aytaman. Bu meni fikrim va men qanday odamligimni, qanday yashashimni, qanday yashayotganimni yoki qanday yashash kerakligi haqidagi fikrlarimni ko'rsataman. Endi qanday yashash kerak? Men shu yoshimga shu fikrga keldim. Qachondir bu fikrim xato deb o'ylab qolishim mumkin. Lekin hozir men shu fikrdaman. Hayot haqidagi fikr. Qanday yashash kerak? Mana men bir chekkadan boshlayman. Video qanchaga cho'zilsa cho'zib ketaversin. 10 soat bo'lib ketmaydimi, gigabayt bo'lib ketmaydimi, men bu videolarni saqlab qo'yaman. Qanday yashash kerak? Odamlar nima deydi degan qo'shiq chiqqan. O'sha qo'shiqda ham shu narsani aytiladi. Men ham bu narsaga to'laqonli qo'shilgan holatda, to'laqonli tushungan holatimda amal qilaman. Odamlarni fikri uchun, gapi uchun, maqtovi yoki yomonlashi yoki muhokamasidan qo'rqib yo xursand bo'lib maqsadim odamlar muhokama qilishi uchun emasda. Yoki odamlar meni yomonlamasin o'rtaga olib, men mavzu bo'layki, yozyaptimi? Men mavzu bo'layki, meni yomonlamasin yoki men mavzu bo'layki, odamlarning gapida meni maqtasin degan aqida, fikr bilan, maqsad bilan yashash X xato, mumkin emas. Mumkin hamma xohlagancha yashasin, lekin men uchun bunday yashash xato. Nega? Nega? Hamma fikrimning asosi bor. Asosini keltirib beraman, sabablarini, misollarini. Bu asosdan kuchliroq biror dalil kimdir keltirsa, men unga tushuntirib bersam, qabul qilaman doim. Meni asosim shuki, odamlar ming xil. Hamma odamni, masalan, bitta odam keladi-da sizga. "Noto'g'ri qilyapsan" deydi, ketadi. Bitta odam xuddi o'sha jarayoningizga "to'g'ri qilyapsan" deydi, ketadi. Ha, odamlar ming xil. Har birini aytganini qilsangiz, siz o'zligingizni yo'qotib qo'yasiz. O'zlik ana shu. Keyin jamiyatda shunaqa yashash, xullas odam o'zligini saqlab qolganda o'zi kim? Masalan, misol uchun introvert odam, masalan men. Odamlarda menga bergan bosimi tufayli ekstrovert bo'lish kerak. Jamiyat shunaqa o'ylaydi. Ekstrovert odamlar abjir bo'ladi, xalqqa yoqadi, hammaga yoqadi. Shunaqa bo'lish kerak o'zi. Odam degan, erkak degan, inson degan shunaqa bo'lish kerak degan umumiy bir tushuncha bor xalqda. Kim yo'qmish? Men esa hamma odam unikal deyman. Har xil. Hammani o'zligi bor, o'zini fikri bor. Sen birovning fikriga o'zingni g'oyangni majburan singdirishing mumkin emas, jinoyat deyman. Masalan, men hech kimga o'zimni fikrimni so'ramasa aytmayman. So'rasa, qiziqsa aytaman. So'ramasa singdiradigan jamiyat biz. So'ramasdan o'zimizni fikrimizni, dunyoqarashimizni boshqalarga o'tkazamiz. Yana bitta narsa bor, o'sha gapirgan sari kelyapti ilhom. Odamlar yolg'izlikdan qo'rqadi. Mana shu odamlar nima deydi degan gap tagida asli yolg'iz qolib ketishi bor. Masalan, qanaqasiga? Hamma bir tarafda turibdi. Hamma o'zini bitta guruh odam, siz bitta yolg'iz turibsiz. Ularga kirishish uchun siz nimadir qilishingiz kerak. Masalan, bitta fikr, mana men misol keltiraman. Ayam hamma kabi yashaylik, hamma kabi to'y qilaylik deydi. Hamma to'y qilyapti-ku deydi. Mana shu gapni o'zi o'sha to'dadan ajralib qolishdan qo'rquv.
Mana shu gapni o'zi to'dadan ajralib qolishdan qo'rquv, yolg'izlanib qolishdan qo'rquv. Mana shunaqa qo'rquv bor insonni qalbida, har bitta odamni yolg'iz qolib ketishdan. Yana bitta bunga misol, to'dada yashash yana bitta misoli. Biror nima ommalashadi, hamma qilyapti. Masalan, bitta qo'shiq hit bo'ldi, hamma eshityapti, siz ham bir eshitib ko'rasiz. Masalan, hamma bitta kiyim kiyish, soch o'stirish urfga kirdi, orqani o'stirish urfga kirdi, yonga tarash urfga kirdi, yo boshqacha kalta olish urfga kirdi. Hamma qildim, siz ham qilasiz. Nimaga? To'dadan qolib ketmaslik uchun. Siz hamma 10 ta guruh o'rtoqlaringiz hammasi bir xil bir soch turmagi qilib olgan. Siz alohida ko'rinib qolmasligingiz uchun qo'rqasiz-da, alohida bo'lib qolishdan. Shu ma'no. Shundan qo'rqadi odamlar. Hamma unikal, 10 ta odam 10 xil asli, lekin ular to'da bo'lib yashashga o'rgangan. Hamma to'dadagilar sochini bir xil qilib olgan, siz ham bir xil qilishingiz kerak. Ichki qo'rquv bor. O'sha vaziyatda yo'q, menga bu narsa yoqmaydi yoki meni kal yuzini shakliga bu turmak to'g'ri kelmaydi deb aytishdan, tushunishdan, anglashdan qo'rqadi, yo bilmaydi yoki ko'rkorona hammaga ergashib ketadigan odamlarmiz. Meni fikrimcha bunday qilish kerak emas. Soch turmaging o'zingga yarashadigan, o'zing xohlagandek bo'lsa bo'ldi. Kiyiming o'zingni ehtiyojingni qondirsa bo'ldi. Kimgadir chiranib to'dadan qolib ketmaslik uchun qilinadigan har qanday ish bu bema'nilik. Xo'sh, mana shunaqa aqida bo'yicha yashayman men. Aqida emas bu, fikrlar. Bu narsaga men yaqinda bu narsa odamning ich-ichiga xotirjamlik beradi. Bu narsa sal hayotda anglashga yordam beradi, anglashga xotirjam bo'lasiz, o'zingizda anglaysiz, odamlarda ahmoqligini anglaysiz. Odamlar ahmoq, lekin siz hamma har xil, hammani har xilligini hurmat qilishingiz kerak. Inson sifatida siz o'sha ahmoqlarni har birini hurmat qilishingiz kerak. Chunki u o'zini haq, sizda o'zingizda qanday haq deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hamma o'zini fikrini haq deydi, o'zini menini qattiq ushlab turadi. Kimdir unga kirsa yoki yomonlasa yoki gap tashlasa, xullas inkor qilsa, sizni menligingizni sizga o'sha zahoti qarshi reaksiya beradi. Bu uni o'zligi, sizda ham o'zligingiz. O'sha o'zlikda hurmat qilish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, yo'lini ham o'zligini hurmat qilish kerak. Mana shunday inson bo'lish kerak degan tushunchalarim bor. Men mana shu tushunchalar bilan yashayman va amal qilaman. Men o'zligimni tushundim, angladim. Meni o'zligim qanday aytib beraman hozir sizga. Men o'zi introvertligimni yaqin yillarda tushundim. Bu normal va bu dajini o'zbekchasi nima bo'ladi? Hattoki bu zo'r, introvertlar zo'r. Yolg'izlikni yaxshi ko'radigan odamlar, san'atkor odamlar, ijodkor odamlar, bular introvertlardan ko'p chiqadi. Chunki ular yolg'iz qoladi, ko'p o'ylaydi, ko'p fikrlaydi. Ekstravertlar ommada, ko'z oldida bo'lishni xohlaydi. Aktyorlar, shunaqa odamlar, ulardan ekstravert chiqadi. Ekstravertlardan aktyorlar chiqadi. Shunaqa introvertlardan olimlar chiqadi. Bu normal ekan. Men buni shu yoshimgacha qabul qila olmaganim, men buni tushunib yetdim va bu zo'rligini angladim. Haqiqatan ham zo'r. Endi bitta mototsikl keladi, meni gapimni buzadi. Ekstravert. Xullas bu narsani anglagan, xullas men bu narsalarni angladim va o'zligimni qabul qilishni boshladim. Keyin yana bitta narsani men bolaligimdagi qilgan yo'limda anglashga urindim, eslashga urindim. Menimcha o'tgan yil yoki o'tgan yildan oldin bu narsalarni o'yladim. Ya'ni shu yoshimgacha kelgan yo'limda nima qildim, nima qilmadim, o'shanda men kim edim, nima meni o'zgartirdi? Hammasiga e'tibor berib chiqdim, o'yladim, fikrladim va ko'p narsalar, omillar borligini tushundim, o'zligimni angladim. Ayam meni bola paytimdagi 1 yosh, 2-3 yosh paytimdagi holatlar haqida aytib berdi. Ular qanday? Men 3 yosh paytimda ham qo'rqoq bo'lganman, yuvosh bo'lganman. Hatto zinadan yosh bolalar
sho'x yosh bolalar bolaligidan ma'lum bo'lib qoladi. Men esa zinadan ham orqachalab qo'rqib tushganimda aytib berdim. Bu shuni o'zi meni asli o'zligim, kimligini, xarakterimni belgilab beradi. Men undan uzoqqa bora olmayman. Baribir shu o'zligim meni tortadi. Harakat qilsam, maqsadim aniq bo'lsa, maqsadimga ko'zim yetsa, men doim o'sha introvertdan ham chegarasini ham buzib chiqqanman. Hozir men hech qanaqa maqsadim yo'q. Maqsadim shunchaki yashash bo'lib turibdi. Ayni paytda meni maqsadim yashash. Hozir meni kim ko'rayotgan bo'lsa tushunsinki, meni hozirgi holatim shunchaki yashash. Lahzadan zavq olish. Lahzadan zavq olish ham alohida mavzu. Bu ham kuchli narsa. Keyin meni zinadan orqachalab tushganim, bu meni kimligimni ko'rsatadi. Men buni tushundim. Bundan uzoqqa borishing shart emas. Hech kimga hech narsani isbotlashing shart emas. Men aslida bunaqaman. Yaxshi, shunaqasan. Nima bo'pti deyman-da. Men shunaqaman. Men eng asosiy maqsadim shu hayotimda 50 yilni o'zim xohlagandek, o'zimni chiranmasdan kimgadir ko'rsatib qo'yish emas maqsadim. Xohlasam men o'sha mansabni ham egallashim mumkin. Butun jamiyat mantig'i, maqsadi, butun o'zbek xalqini eng obro'li narsasi, maqsadi mansab, boylik. Men masalan hozir shu holatimni boshlasam, insga kirib shamolda. Insga kirib shu yoshimda 1 yil ichida o'qishlarga kirib, ishlarga kirib, mansabim 2-3 yilda yana yuqorilab ketsa, meni odamlar vashshi juda ham hurmat qiladi. Voy, zo'r bola ekan deydi. Ha, zo'r bola deydi, keyinchi menga kerak emas zo'r bola deyish. Men ularni zo'r deyish uchun harakat qilmayman. O'zim xohlaganim uchun, shu narsa menga mansab kerakligi uchun, menga odamlarga foydam tegishidan xursand bo'lsam, men odamlarga yaxshilik qilishdan xursand bo'lsam, o'sha mansabga chiqsam-gina men u mansabga kiraman. Agar men shu xohlasam, men odamlarni pora olib, shunaqa narsalar bo'ladi baribir. U O'zbekiston davlat tizimida hech qanaqasiga yozyaptimi o'zi? Hech qanaqasiga yaxshi. Menga telefon qilyapti. Keyin shu joydan buzamiz.